Assalomu alaykum O'zbek avtokaning kuzatuvchilari. Men Dirimla to'qam topdi. Salonda o'ydan bozorga chiqqan. Endigina 138 kilometr yurgan Damasimiz top qo'ydi. Sizlar uchun ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Xullas bu mashina olish kerakda faqat biladigan joy. Oxir narxini 7000 ga qilib aytdilar mana. Mana 7000 ga xalq uchun tushirgan narximiz. Siz Damasingiz 2012-yilda ishlab chiqargan Zadrimosda ovozi bor Damasda yurib ishlayapti. Mana yangilangan payt keldi men fikrim sizlar uchun. Yangilash maslahat beraman. Mashinamizning ma'lumoti 2024-yilda noyabrda ishlab chiqarilgan Damasimizni ma'lumotga kelgan bo'lsa, kraskalar top-toza, mashinamizning holatlari zo'r holat turibdi. Hali gaz o'rnamagan mashinaga, mashinamizning holatlari zo'r. Salon holatda ekan. Hop, dakomlo svetda. Ichiga kelgan bo'lsa, ishlari ham mana ajoyib. Chehollari boshqalari o'rnamagan, hop salapam turibdi. Xohlagan o'zingizni rangingizni chexolni qildirsangiz bo'ladi. Ular agar yoqqan bo'lsa Likingiz ayamaysiz. 138 kilometr yurganda kitoblari boshqalari bilan turibdi. Mashinamizda hech qanaqa ishi yo'q. Zadrimos motor korobkada deysizmi, hech qanaqa muammosi yo'q. Mashinamizni olasizda faqat bitta gazni qo'yib haydasangiz bo'ldi. Mashinamiz narxi o'sha narxga beriladi, ya'ni 7000 dollarga beriladi. Bo'lgan narx so'radigan joy yo'q. Assalomu alaykum. Next'ga minib charchaganlar bormi? 3 ta odam bilan turib qoldi. Mana Damasda o'tirib xohlagancha odamga sig'dirsam bo'ladi. Narxi ham ajoyib. Firibgarlik uchun odam yig'ish uchun o'zon chiqaribdi. Men xalq uchun bo'lmayman. 4490 dollarga sizlar 2016-yilda ishlab chiqargan Damas. Realni ulgurib qoling. Agar kech qolib sotilib ketgan bo'lsa, u sizning aybingiz bo'ladi. Bitta like bosib tursangiz sira chiqib turadi. Mashinamiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan 30% kraskasi bor. Mashina holatlari a'lo darajada turibdi. Hop, orqa ko'rinishga bir baho beramiz. Mashinamizda gazi ham bor, 65 talik. Hop, bolalar kelgan bo'lsa, bolalar o'rta holatda. Yomon emas, yaxshi ham emas, holatlari o'rtacha. Ichiga kelgan bo'lsa, ichlarida mana yurib turgan mashinamizni o'ydan olib chiqishga, holatlari o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Hech qanaqa ishi yo'q ekan. Oldi ko'rinishga baho beramiz. Oldi 33 ming ekan. Tekstil olaversa yurgan. Zadrimos motor korobkada o'qa ishi yo'qmi? Muzda shtaki ovoz chiqmaydi, bir ovoz chiqdi. Juda ham quloq yevoradi desam, uka bemalol tekstil olaverasan deyishdi. Tekstilib ko'rsatib olaverasizlar. Mashinamizning punti ham bor, qiziq. Mashinamizning narxini shu bizning nomimizdan kelganlarga mana 4900 deganlarni sizlar uchun biling-a. Shuni ham unutmanglar, 4490 dollarga qo'ydim. 4900 ming mashina tushirib qo'ydim. Tez ulgurib qo'ying. Assalomu alaykum O'zbek avtokaning kuzatuvchilari. O'qishda o'qib turib, 4 yil o'qishda o'qib, ota-onasini pulini yeb turib, mana Damas yurgan, Damas Linak yurgan tanishlaringiz bo'lsa kerak. Shunga tashlab qo'yamiz bu mashinani. Ya'ni ham holat qilib olsa bo'ladi. Avtomobilimizni mashinamizni tanishtirib o'tamiz. Mashinamiz holatlari 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 100% ishonchli. Mashinamiz rangi qaymoq svetda turibdi. Kraskasiga to'xtatadigan bo'lsak, avtomobilimizning kraskasi 15% atrofda kraskasi bor deyishdi. Tekstil olaverasizlar. O'zbek avtomobil bo'lsa ana shunday qulaylikni o'tkazib olmasizlar. Va bolalar ham yaxshi zimli balonda turibdi. Yili bo'sh qo'yib ketgan joyi yo'q. 65 talik temir gazi bor. Chexollarni ham yaxshisi mana rangiga moslab turib qo'yishdi mana. Yarashdi. Mashalloh. Mashinamiz chexollari ishga oldi ko'rinishga baho bersa, oldilari ham yomon emas mana. Chehollari boshqalari zo'r. 383 ming prebegda ekan. Prebegini ham ko'rsatib olaverasizlar. Shu video registratorni ham qo'shib beraverasizlar. Oka desam, o'qimaydinglar ham desam, uka siz nomingizga kelsa, ashini ham qo'shib beramiz. Mana bonusga deysiz. Padarkasiga ekan. Bu mashinamizning motor qismida ishi yo'q. Zadrimosda ovoz yo'q ekan. Hadovalari ham yaxshi holat turibdi. Narxini oxiri 3700 dollarga bizning nomimizdan chiqqanlarga berish ekan. Yoqqanmiz bitta like bosib qo'yamiz. Telefon raqam 93 274 0100. Assalomu alaykum O'zbek avtokaning kuzatuvchilari. Juda ham qulayda bozor bo'yicha bitta ajrab turgan mashinamizni ko'rsataman. Narxini ham boshda aytaman sizlar uchun. 2024 holatini oxirgi narxi 6650 dollarga olgan bo'lamdingiz. Uka obunachilarim uchun tushirib aytdingiz. O'zbek avtomobil. Bo'lma shunchaki aybi yo'q bo'lsa. 24-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizning kraskasi yo'q, top-toza, dakomlo svetda ekan, 65 talik temir gazi ham bor. O'zbek avtomobil obuna bo'ling, shunaqa qulaylikni o'tkazmaysiz. Yangi zimli bolalarni to'qib qo'yishga avtomobilimizga ichki ko'rinishiga bir baho beradigan bo'lsangiz, ichlari ham odamni seskantiradigan holatda mana. Ton ishlarni ham yo'lga qilib qo'ygan. Chehollarga kelgan bo'lsa, chehollari ham mana top-toza turibdi. Yurgani 37 ming yuribdi indagina mashinamiz. Holatlari ajoyib. Zadrimos motor korobkalarida hech qanaqa ishi yo'q. Yangi yurib turgan mashina. Olasizda haydaydigan joyi ekan. Narxini o'sha aytganimda bo'lgan narxi 6650 dollarga tushirdim. Undan o'tadigan joyi yo'q. Tez ulgurib qo'ying. Bo'lgan narxi. Telefon raqam 97 230 37 Masroka bu haqiqatmi yolg'ondan PR mi? 3000 dollarga buni berasizmi, aka? 2016-yilda ishlab chiqargan do'stlar o'ylab ko'ring.
2016'da chiqqan mashinamizni 3000 ga berib o'tdilar. Bunaqa sensatsiya bozorda bo'lmaydi. Bu akamız uchun bitta like bosib qo'yamiz. Baraka. 3000 dollarga baraka bo'ldi. 2016'da chiqargan mashinamiz 16. Mashinamiz to'liq ma'lumotini berib o'taman. Avtomobilimiz holatlari ajoyib. Mashinamizning kraskasi 35% atrofda kraskasi bor. Mashina lekin urilib surilib ketgan joyi yo'q. Obuna bo'lsangiz, shunaqa qulaylarni o'tkazib o'rmaysiz. Mashinamizda gaz 65 lik temir gazi ham bor. Avtomobilning ichiga bitta yengil sayohat qilasizlarmi? Mana ichini ko'ring, ichi nima deyapti? Buni qarang. Chexollari boshqalari ham o'ta ajoyibdan qilib qo'yishgan. Tepalari boshqalari ham o'ta ajoyib. Mashinaning old ko'rinishiga baho beramiz. Yurgani 162 ming. Yurgani oka top tozami? Halol eng qizig'i 162 ming. Mashinamizda ichlarga addushi mana e'tiboringiz chexollari ham qimmatdan to'q qo'yishgan. Fonni hamma joylarda ishi yo'q. Mashinamiz fonni shumenzatsiya qilib qo'yilgan. Hadovoyda, motorda moy yemaydi. Zadniy mostda ham ovoz yo'qmi desam, yo'q deyishdi. Eng qizig'i naqdga bunaqa qimmat emas. Naqdga 4400 ga berishadi. Lekin 16 holatiga zo'r. 3000 bilan variant berishdi. Agar yo'qsa bitta like bosib qo'yasiz. Bildingiz 3800 ga baraka. Bizni obunachilar uchun aka bering. Bor baraka. Bor baraka. Bizni obunachilar uchun 3800 dollarga shu damazimizni olgan bo'lamdingiz. Ma'lumotini berib o'tamiz. Mashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinani ko'rsa ko'rguda, kraskalarga keladigan bo'lsa, yiliga nisbatan bu mashinamizning kraskasi shu sapracho'lar mashq holatlarda qismida bo'lsa 5% atrofda bor. Qolgan joylar top toza mana. 65 lik temir gazi bor. Mashinamiz yurib turgan eng qizig'i manni ko'ringlar, manni qarang. Mashinamiz bolalari ham jil turibdilar-ku. Zimnini ham yangilardan ekan. Ichida sayohat qilsani, ichlari ham o'ta akkuratni holatda minilgan ekan. Yiliga nisbatan mashinamiz xo'rlab tashalmagan ekan. Avtomobilning ichiga ko'radigan bo'lsangiz, ichlari ham mana ajoyib. Mashinamizda yurganiga kelgan bo'lsa 287 ming halolmi aka desam, uka halol, top toza, xohlagan joyga bir tekshirib olaveradi deyishdi. Zadniy most, motor, korobkada umuman muammo yo'q, jim deyishdi. Most obodchida bilasiz, ichida yurish qanaqa tasavvur qilinglar. Bu mashinamizda unaqa emas. Keyin bilsani 15-16 dan keyin chiqqaniga bu bilan sal pishroq ham chiqqan. Shuni ham kommentga yozib ketasizlar. 2000 ga beradi amadingiz. 21 da ishlab chiqargan damazingiz bor ekan. 2000 ga xalq maza qilsa, bering aka. Maza qilib minsa barakami? Bor baraka. 2000 dollarga 21 da ishlab chiqargan damazin. Pulli bo'lsin. Jarga yumalab tushib ketgan joyi yo'q. Rahmat. 21 da ishlab chiqargan damazimiz. Xullas, mashina aybi yo'q. Pravani soqqaga sotib oladiganlar bor, bilasizlar. Pulga sotib oladiganlar hozir ham sotib olmaydi. Chala chopirlar xullas yo'lga chiqqanda mash tomonga sal shilingan holat bo'lgan. Shuni hisobiga mash tarafda kraskasi bor. Borsa bir 30% atrofda chiqadi. Yo'qsa unga ham pastroq. Bolalarga keladigan bo'lsa, 4 ta bolalar yaxshi holatda turibdi. Hop, orqasida zimniy bolalarda, orqasida 65 lik temir gazi ham bor. O'zbek avto hayron qoldirishda davom etasizlarni. Mashinamizda zo'r holatda olish kerak. Ichiga keladigan bo'lsa, ichki salonlari ham ajoyib, chexollari, boshqalari ham zo'r turibdi. Old salon ko'rinishiga baho beramiz. Chexollari, boshqalari ham ajoyib. Mashinamiz yurgan 85 ming probegida ekan. 85 ming yuribdi endigina. Mashina yangi, zadniy most, motor, korobkada hech qanaqa sizlarni bezovta qilmaydi. Naqdga olaman deganlarga, hop 5500 dollarga beradilar. Variantga olaman deganlarga 2000 dollar bilan variant qiladilar. Ishonchli odamga, faqat mashinaniga emas. 5790 dollarga baraka aka. Xalq uchun bildingizmi? Sizning kanalingizga. Bizning kanalimizga kelganlarga 5790 dollarga. Eng qizig'i, naqd olmayman. Pulim ozroq, 3000 pulim bor deydiganlarga bir oyga variant, vaqtga variant qilib beradilar. 3000 puli bor baraka. Mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina holatlari ajoyib. Kraskasi keladigan bo'lsa, kraskasi yo'q, top toza. Mashinamiz bitta reytopkasini aytib o'tganda, shu bitta reytopkasi bor. Shu qismida qandaydir holatda shilingan joyi turibdi. Qolgan joylari top toza ekan, bolalar o'rta holat turibdi. Hech qanaqa ishi yo'q. Orqa ko'rinishiga keladigan bo'lsa, orqa ko'rinishda 60 lik temir gazi bor. Avtomobil hech qanaqa ishi yo'q. Ichki salon ko'rinishiga baho berasizlar. Ichki salonlari ham mana ajoyib. Chexollari, boshqalari ham. Old salon ko'rinishiga baho bersang, oldlari ham sizlarni qursa xijolat qilib qo'ymaydi. Mashinamiz 114 ming yurgan. Oka yurgani tozami desam, uka yurgani top toza. Bitta avvalgi o'yin boshqa bo'lmagan joyi yo'q deyishdi. Mashinamiz zadniy most, motor, korobkada ishi yo'q. 2003-yil, 2006-yil Damazda yuribsiz do'stim. Mana sizga top qo'ydim-ku, o'lib shuni minishni maslahat beraman. Eski mashinani tuzataverib, esingiz ketar, yangisini o'lib maza qilib minmaysizmi? Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar uchun mana Captivan saqlangan desa ham bo'ladigan top qo'ydim. 152 ming yurgan atigi. Mashinamiz holatlari zo'r. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalar top toza. Mashinamiz yurib turgan mashina. Holatlarini ko'rsangiz ko'ngilga turibdi. Orqasida 60 bittalik propan o'rnatib qo'yishgan. Normalni yuritdi deyishdi. O'zbek avtomobilini bo'lsangiz shunaqalarni o'tkazib olmasdan ko'rib tursangiz bo'ladi. Xo'p, 4 ta bolani keladigan bo'lsa, bolalar ham yangi holatda turibdi. Chekadigan bo'lsa, ichlari ham ajoyib mana. Chexollari boshqalarida hech qanaqa holati yo'q. Olib turib, nedigan joy.
ichiga kelgan bo'lsa, ichki ko'rinishi ham yomon emas. Hop, tablolar boshqalarga ishlab qo'ygan 152 ming yurganligini, ichiga kelgan bo'lsa, ichari ham xaroba boshqa joyi yo'q. Hop, avtolar mashina olish kerak edi, faqat biladigan joy, kursdan turlar joylar ishlaydi. Bu Captiva'ni faqat olasizlar haydashga tayyor. Motorda mo'yamaydi, hadoyda ishi yo'q. Olish kerak, faqat nomingizni o'tkazib, bilsangiz bo'ldi. Narxini bo'lgan narxini aka, sizlar-chi 12600 deb turuvdilar. Bo'ladigan narxlar aka, jigarda boni tushirganim. Biz obunachilar uchun 12100 dollarga qo'ydim. Bundan ham kami yo'q. Qiziqqanlar so'rab ko'rasiz. Hoji 99-yilda ishlab chiqargan Opel mashinangiz bor ekan. Xalq uchun 3100 ga barakam aka. Bo'lgan narx. Oxir o'tmasin. Qadagani 3100 ga baraka. Orqa 3100 dollarga mashina topib qo'ydim. Opel. Hop, mashinamizning holatlari zo'r. Ideal. Bir to'liq ma'lumotni berib o'tadi. 99-yilda ishlab chiqarilgan mashina holatlari zo'r. Sostavlariga bo'lsa, kraskalariga bo'lsa, avtolarning kraskalari hop, top toza desa ham bo'ladi. Bitta krilosida kraskasi bor ekan mashinamiz, lekin holatlari ajoyib turibdi. Mashina hech qanaqa ishi yo'q. Shu bitta krilosida asijit qilingan holatda bor. Shu krilosda qolgan joylari zo'r. Motor qismida mo'yamaydi, hadovoyda ishi yo'q. Mashina oldi ko'rinishiga ham baho bersangiz bo'ladi. Avtomobilimiz ichki salon ko'rinishiga baho bersangiz, ichlari ham jahordami, ses kompaniyaning holat turibdi. 304 ming probegda ekan. Probeglari ham bilingan tozani tekshirib olasizlar. Mashinamiz ochilib yopilishlari boshqalarida hech qanaqa ish yo'q. Orqa ko'rinishiga baho beramiz. Orqalari ham mana ajoyib ekan. Bilasiz, bu mashina qonuniy Davidskoy shumka qo'yilgan. Temir gaz ham bor mashinamizda, holatlari ajoyib. Buni xullashi oxir narxi 3100 ga biz nomimizda kelganligiga berishadi. Tez ulgurib qo'ying. Motor qismida hadovoyda boshqasi ishi yo'q. Mashina o'lib faqat haydasangiz bo'ldi.